Birinchi testdan boshlaymiz. Har birini maydalab tushuntirib ketaman. Bu yerda kimdir ishlagan, kimdir ishlamagan bo'lardi. Tak, uni boshladik. Zokir said to me. Zokir menga aytdiki, said e'tiborga oling, kechagi testda ham bor edi. Menga aytdiki, o'tgan zamon turibdi. You don't do anything to help me. Menga yordam berish uchun sen hech narsa qilmaysan. Zokir told me that. Endi e'tiborga oling, mana bu yerda don't to hozirgi zamonida biz buni o'zlashtirma gapga aylantirayotgan jarayonimizda buni bitta zamon orqaga aylantirishimiz kerak. Ya'ni don't to o'tgan zamon shakli, bu yerda didn't do. Shu sababli javobimiz bu yerda B javob bo'ladi. Ya'ni Zokir menga aytdiki, men unga yordam berish uchun hech narsa qila olmasligimni. Didn't do anything to help him. Don't no o'zgaradi xolos. Chunki didn't dan keyin fe'lning birinchi shakli keladi xolos. Shu bois. Endi 77 ga o'tsak. I am very little can you walk faster? Tezroq yura olasanmi deyapti. I am very little. Kecha kun darsimizda e'tiborga olinglar, mana shu narsani ogohlantirib aytib ketdimki, little degan narsa gapni inkor qilib degandim. Little degan narsa deyarli gapni inkor qilib vaqtim juda kam. Endi bu yerda e'tiborga oling. A little bilan little nima farqi bor? Hozir A javob yoki C javob nimaga xato? Time degan so'z sanalmaydi. Vaqt ma'nosida kelsa sanalmaydi. Shuning uchun A javob bilan C javob o'yindan chiqib ketadi. D bilan B ning farqi. A little bo'lsa, biroz bo'lsa ham bor, shoshishga hojat yo'q ma'nosida keladi. Biroz bo'lsa ham bor, shoshishga hojat yo'q. Shu sababli javobimiz bu yerda B javob to'g'ri keladi. I have very little time. Juda vaqtim kam. Can you talk faster? Biroz tezroq gapira olasizmi degan ma'noda kelyapti. Shu sababli javobimiz bu yerda B. A little bilan little farqi. Little deyarli gapni inkor qiladi. Masalan, tasavvur qiling, sizda kimdandir 10 ming so'm qarzingiz bor, lekin cho'ntagingizda 500 so'm, 1000 so'm pulingiz bor-da. Bu deyarli yo'q degani. Lekin bir 3000 so'm, 4000 so'm bo'lsa, lekin kam-u, lekin biroz bo'lsa ham bor. Shundan farqli olsa bo'ladi. Endi 78 ga. Of course, Mike is having difficulty in catching up with. Having difficulty in something e'tiborga oling, bitta undan keyin fe'lning ayni shakli keladi. Biror narsada qiyinchilikka duch kelyapti. Rest of the group. He has been in hospital for 3 months. Gruppaning qolgan qismiga yetishib olish uchun qiynalyapti. U 3 oydan beri kasalxonada edi. Endi kasalxonadan oldin artikel qachon keladi? Siz u yerga kasalxonaga davolanish maqsadida emas, prosta kimnidir ko'rish maqsadida borganingizda undan oldin artikel kelishi mumkin. Kasalxonada davolanmoq ma'nosida kelsa, u artikel olmaydi. Shuning uchun D bilan C o'yindan chiqib ketadi bu yerda. Endi B bilan A qolyaptimi? Endi bu yerda of predlog borligi uchun bu yerda the rest of the group, guruhning qolgan qismi ma'nosida keladi. Shuning uchun javobimiz bu yerda A javob to'g'ri keladi. Guruhning qolgan qismi ma'nosida kelyapti. The rest of the group, guruhning qolgan qismi. Bu yerda artikel olmaydi. Chunki kasalxonada davolanmoq ma'nosida kelsa, undan oldin demak artikel kelmas ekan. Tak, keyingisi I would like to make a, demak artikel kerak. Artikel bor sanaladigan ot birlikda about bad service in your supermarket. Supermarketingizdagi yomon xizmat borasida men nima qilmoqchiman? Shikoyat qilmoqchi bo'lishi mumkin. Complaint shikoyat, contract shartnoma, koloniya, kompaniya. Endi yomon servis borasida shikoyat qilish mumkin. O'shancha javobimiz A javob. Aytgancha bu testlar kimgadir osonlik qilishi mumkin. Kecha ham bu narsani aytdim. Asli bugun yangi test tashlashim kerak edi. Tashlamabman, to'g'risi e'tiborni chetda qoldiribman. Bugun ertagalik testni schedule qilib qo'yaman, ya'ni rejaga kiritib qo'yaman. Ertaga ertalab 7 yoki 8 da tushadigan qilib yangi test bo'ladi. Sal darajasi sal bunga qaraganda murakkabroq bo'ladi. Tekstlari ham albatta. Keyingisi What would you do if on your wedding day? Sizni nikoh kechangizda biror narsa bo'lsa nima qilgan bo'lardingiz? Would you do ga e'tibor qaratamiz. Bu tip 2, ya'ni hozirgi paytdagi noreallikni ifodalayapti. Mana shu joyga e'tibor qaratamiz. Would you do? Shu sababli bu qismi endi nima bo'ladi? If'li qismi past simple bo'lishi kerak. Past simple bitta D davronida turibdi xolos. Siz bu yerga nima olishni bilishingiz uchun bu qismiga qarashingiz kerak. Nima qilgan bo'lardingiz agar nikoh kechangizda yomg'ir yog'ganda? Noreallikni ifodalayapti. O'shaning uchun javobimiz D.
Lying down in bed, divanda yotib olish is then sitting on a hard chair. Yomon, ya'ni yomon stuldan ko'ra o'tirib olishdan ko'ra divanda yotish nima bo'lishi mumkin? Endi zenga e'tibor qaratamiz. Zen bu yerda qiyosiy nisbatni izohlovchisi bo'ladi. Shu sababli 81imizda bitta A javobda to'g'ri kelyapti xolos. Ya'ni more comfortable. Divanda yotish qattiq stoldan o'tirgandan ko'ra bu qulayroq. Endi 82da if you want to dan keyin fe'ling birinchi shakli keladi. A cake you will need to use flour, sugar and eggs. Demak, agar kek biror narsa qilmoqchi bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladi un, shakar, tuxum kerak bo'ladi. Endi bu masalliqlar bu tayyorlash uchun xizmat qiladigan narsalarda. Shu sababli endi bu yerda agar make yo'qda o'zi bu yerda make bo'lganda make'ni olgan bo'lardik. Shu sababli javobimiz C javob bo'ladi. Ya'ni bake degani yopmoq, pishirmoq ma'nosida keladi. Fine, slice it bo'lmaydi. Aslida make bo'lganda zo'r bo'lardi. Tayyorlamoqchi bo'lsangiz, demak shu narsalar sizga kerak bo'ladi. 83da first word as a baby, mama deyapti. Yoshligingizda birinchi aytgan so'zingiz nima bo'lgan deyapti-da. Word, birinchi so'zingiz nima bo'lgan? O'shancha javobimiz bu yerda B javob, ya'ni jonsiz narsa bo'lganligi uchun bu yerda B javob to'g'ri keladi. Keyingisida you go to the store, siz do'konga borasiz. I have already bought everything we need. Men o'zimizga kerakli bo'lgan barcha narsani sotib oldim. Demak, sotib oldi. Bu inson borishi shart emas, hojati yo'q endi. Endi bu yerda hamma modal fe'l uchadi. Must go, borishingiz shart deyapti. Have to, borishingiz kerak. Bitta C javob tushmaydi, chunki to yo'qda. A bilan B tushib turibdi grammatik jihatdan, ma'nosi tushmaydi. Borishingiz hojati yo'q. Javob D variant bo'ladi. Chunki hamma narsani men o'zimizga kerak bo'lgan narsani sotib oldim deyapti. Endi yana belgilangan hududdan biz xato variantni topishimiz kerak bo'ladi 85da. Olderga e'tibor qaratamiz. Older than me. Mendan ko'ra ular kattaroq bo'lsa-da, ular uyalishmadi. Endi than'ga e'tibor qaratamiz. Bu aslida article bilan bo'lish kerak edi, lekin I bilan bo'lgan. Shuncha bu yerda yozilishda xato. Shu sababli ikkinchi qismida xatolik bor. Javobimiz bu yerda B bo'ladi. Shu bois. Endi he's completely sure that u mutlaqo ishonchi komilki gloves qo'lqoplari are of the best quality, ya'ni qo'lqoplari zo'r sifatli ekanligiga ishonchi komil. Hers bo'lmaydi, hersdan keyin ot kelmaydi, oursdan keyin ham ot kelmaydi, theirsdan keyin ham ot kelmaydi. His etimoli hers qiz bolalarga our ko'plikda. Menimcha buni hech kim xato qilmagan bo'lsa kerak, 86 D bo'ladi. Ya'ni uning qo'lqoplari zo'r sifatli ekanligiga mutlaqo ishonchi komil ma'nosida kelyapti. Tak, keyingisiga 87ga you have written a good essay but it needs. E'tiborga olinglar, mana shu yerda grammatik jihatdan sen zo'r artikl yozding, lekin u uni handing in degan topshirish degani topshirishdan oldin uni bir o'qib chiqish kerak bo'lyapti. Majhul nisbat bo'ladi. Mana shu yerda grammatika tushuntirib ketaman. Ekran hammaga to'liq ko'rinyapti. Yangi grammatika bu tushunib olishingiz kerak. Need dan keyin plus verb ing bo'ladigan bo'lsa, bu majhul nisbat bo'ladi. Ya'ni biror ishni bajargizmoq ma'nosida keladi. Masalan, the room needs room qolib ketdi. The room needs cleaning desa, bu yerda xonani tozalash kerak degan ma'noda. Xona o'zini o'zi tozalamaydi-ku, to'g'rimi? Xonani tozalanish kerak. Bu teng bo'ladi. The room needs to be cleaned ga teng keladi. Xona tozalanishi kerak degan so'z bilan bir xil bo'ladi. Needdan keyin fe'ling ayni shakli keladigan bo'lsa, demak majhul nisbatni ifodalaydi. Needs to be cleaned ga teng bo'lyapti mana shu narsa. Tushuntirib oldimmi? Demak needdan keyin fe'l ancha kelsa, demak bu majhul nisbatni ifodalar ekan. Shu sababli hozirgi testimizda endi mana essay degan so'z itga izohlovchisi bo'lyapti-da, bu yerda it izohlovchisi to'g'rirog'i. Bu essayni topshirishdan oldin uni bir yaxshilab o'qilish kerak, o'qib olishing kerak degan ma'noda kelib, javobimiz 87 A javob bo'ladi. 87 A shitdan kelib chiqib. Tushuntirib oldim menimcha. I cannot find my purse. Hamyonimni topa olmayapman. It seems to me it's endi qarang.
hamyon topa olmayapti. Uni o'ylashicha biron narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu cannot hozirgi zamonga tegishli, seems ham hozirgi zamonga tegishli. Nima qilgan bo'lishi mumkin? Yo'qolgan bo'lishi mumkin, o'g'irlangan bo'lishi mumkin. Hamyon birlikda bo'lganligi uchun endi hozir bu yerda b bilan s ga o'ylanish mumkin. Bu majhul nisbat. Majhul nisbat present perfect majhul nisbati has fe'lining 3 shakli orasida been keladi. O'g'irlangan bo'lsa kerak edi. Bo'lyapti o'shaning uchun. Tak, 1 minut. Davom etamiz. 89 ga keldik. Is that road? Ana bu yo'l deyapti. No, it isn't, it's wide. Yo'q, shart emas deyapti. U yetarlicha keng. Wide degan so'z keng. U yo'l deyapti. Endi e'tiborga oling. Bu yerda bizga nima kerak? Narrow, narrowly, narrowest, the narrow. Bu yerda как sifatlashtirib qo'ygandek bo'lyapti. U yo'l tormi? Bu yerda sifat kerak. Chunki to be'dan keyin bizga sifat kerak bo'ladi. Ana bu yo'l tormi degan ma'noda 89 javob bo'ladi. 90 da Ali a letter. Demak, Ali xat yozyapti degan ma'noda mana nuqta bo'lishi kerak aslida. Endi bu yerda grammatik jihatdan chiqarib olishingiz kerak. A javob chiqib ketadi, chunki aliga verb bo'lmaydi, s ham chiqib ketadi, d ham chiqib ketadi. Bitta b variantimiz to'g'ri qoladi xolos. 91 ga o'tdik. Rasmga ko'ra whom is a following statement addressed to. Kimga bu xat, ya'ni bu rasm qaratilgan bo'lishi mumkin. Bu holat. Ya'ni holat, bu statement. Follow mana narsa. Don't make strong tea. Iltimos, choyni achchiq qilmagin deyapti. Your father doesn't like it. Bu gap kimga qaratilgan deyapti. Mana shu ibora, ya'ni mana shu gap kimga qaratilgan. Choy damlayotgan bu qizcha. Endi kim bu yerda bola nimadir olib kelyapti? Ona kolbasa to'g'rayapti, nimadir to'g'rayapti. Demak, bu kichkina qizga nimaga? Chunki choyni achchiq qilmaganlardan yoqtirmaydi deyapti. Shu sababli javobimiz S javob bo'ladi. 92 da the meeting has been cancelled. Uchrashuv qoldirildi. Nimaga? Chairman degan narsa boshliq. Kimdir tomonidan bo'ladi-da. O'shanda javobimiz B bo'ladi. Chairman degan so'z boshliq degani. Xo'p, keyingisiga o'tyapmiz 93 ga. Excuse me, kechirasiz, is there a police station near here? Yaqin atrofda politsiya stansiyasi bormi desa, it is in this Dicken Street. Ya'ni Dicken ko'chasida deyapti. Dicken ko'chasida qani mana police station post officening yonida turibdi ekan, e'tiborga olsangiz. Xo'p, yoki hospitalni qarama-qarshisida post officening yonida. Next to the post office mana bor, across from the bank. Bankdan kesib o'tganda yo'q. Nabrot hospitaldan kesib o'tganda desa bo'lardi, masalan. Between post office and the cafe yo'q, kasalxonaning orqasida emas, kasalxona orqasida market turibdi. Javobimiz bitta A javob, ya'ni pochta ofisini yaqinida. Tak, endi tekstga o'tdik. Tekstlarni yaxshilab e'tiborga oling. O'tgan safarga o'xshagan bir to'liq o'qib olsangiz bo'laveradi, kichkina hajmiga qarab turib yoki katta hajmiga qarab turib yoki bo'laklab o'qisangiz ham bo'laveradi. The early history of the city of Rome involves aytgancha o'zi to'g'ri tugatdi degan. Menimcha orada qolib ketmadi. Juda tez tugagandek bo'lib qoldi testlar. Bo'ldi. The early history of the city of Rome involves Romulus and Remus. Plus Rimning oldingi tarixi mana ikkita narsani o'z ichiga oladi deyapti. Two orphan boys, orphan degani yetim bola degani, qo'pol qilib aytganda shunaqada endi. Boys who legend says were raised by a she wolf yoki the wolf, men bilmadim, she wolf bo'lsa kerak. Endi men PDF-dan copy qilib olganimda birorta harflar o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, rasmda ko'rgan narsangiz boshqacha bo'lishi mumkin. Bitta ko'rib qo'yganim yaxshi edi mana shu joyda. Adashib ketmadimmikin. Legends yoshi ekan o'zi. Xo'p, demak, ikkita yetim bola, ya'ni legend says, legend, ya'ni afsonalar aytishicha, ya'ni she wolf tomonidan boqib olingan, ulg'aytirilgan ikkita bola haqida ekan. The boy's mother had been murdered by an evil king. Bolalarning onasi yomon haligi qirol tomonidan o'ldirilgan ekan.
va the two babies thrown into the river Tiber. Ya'ni ikkita chaqaloq o'sha daryoga irg'itib yuborilgan ekan. Demak, ona qatl ettirilyapti qirol tomonidan va bolalar esa daryoga irg'itilib tashlab yuborilyapti. A she wolf, endi demak she wolf found them. Demak, endi nimaga she wolf degi tushunmadim to'g'risi. Mayli. Xullas, bu bo'ri deylik, she wolf degan narsa xolos topib olibdi ularni, yoshlarni topib olibdi daryoga. She perhaps took pity on the crying of the babies. Ehtimol achingan bo'lishi mumkin. Took pity degan achinmoq. Ehtimol achingan bo'lishi mumkin u yig'lab turgan chaqaloqlarni ko'rib, gently picking them up in her teeth. Bo'ri ehtiyotkorlik bilan tishlari bilan ularni ko'tarib o'tdi. She carried them back to her cave and fed them on xolos sut bilan boqibdi. Oziqlantiribdi. O'zini haligi nimasiga cave g'origa olib borib, uni sut bilan boqibdi. The boys grew bigger, bolalar kattalashibdi, stronger, ya'ni kuchliroq bo'libdi. Were found by a shepherd who took them home. Ya'ni bolalar katta bo'lgandan keyin cho'pon ularni topib olibdi-da, keyin uyga olib ketibdi. The shepherd and his wife, cho'pon bilan uning xotini raises the boys like their own children. O'zlarini farzandlaridek kattalashtirishdi. When they grew up, ular katta bo'lganda qirolga qarshi kurashibdi. Ya'ni o'zini onasini o'ldirgan qirolga qarshi. Drive them from their home. Drive tortib olmoq degani bu yerda. Ya'ni onasini o'ldirgan, uyini tortib olgan qirolga qarshi bu yoshlar katta bo'lib jang qilibdi. The passage is mainly about, passage asosan nima haqida bo'lmoqda? Two orphan boys were raised. Bu ikkita yetim bolaning balog'atga yetishi. Bo'rilar to'dasi emas, Rimning yo'qolishi emas, cho'ponning bo'rini o'ldirishi haqida emas. Tak, bu yerda aytayaptiki, murder degan so'z nimani ifodalayapti? Oziqlantirmoq, raise balog'atga yetmoq, kill o'ldirmoq, marry turmushga chiqmoq yoki uylanmoq. Endi bu yerda kill, ya'ni onasini o'ldirgan bo'ladi. Quyidagi ma'lumotlarning qaysi biri to'g'ri, faqatgina bitta xatosi bor. Demak, xatosini topishimiz kerak, to'g'ri variantni chiqarib olgan holatda. Shepherd raises the boys alone. Cho'pon bolalarni yolg'iz balog'atga yetkazdi. Bu noto'g'ri. Nega? Chunki er-xotin ular kattalashtirgan-ku. A bad king kills the boy's mother. Bu to'g'ri. Yomon qirol bolalarni onasini o'ldirgan. Female wolf, female she wolf deganda endi bu haligi female wolf. Ayol bo'ri, urg'ochi bo'ri desak bo'ladi. Bolalarni olib ketgan deyapti. Bu to'g'ri. The boys grew up in a shepherd's family. Bolalar cho'ponning uyida katta bo'lgan. Bu to'g'ri. Noto'g'ri variant shu. Chunki cho'pon o'zmas ayoli bilan birgalikda uni boqqan edi. Xo'p, demak bu hikoya nimaga asoslangan? Kinoga, she'rga, afsonaga yoki haqiqiy hikoyaga. Bu yerda chalg'ituvchi variant masalan S bilan D bo'lishi mumkin xolos. She'r yoki kino menimcha variantdan chiqadi. Legend javobimiz to'g'ri bo'ladi. Sababi nimaga? Mana bu yerda aytayaptiki, afsonada aytilishicha degan joyi bor-da. Shundan kelib chiqib turib biz S variant olamiz. Endi keyingi qismiga o'tdik. Xo'p, tekstimiz katta ekan, shuning uchun biz bo'laklab o'qiganimiz ma'qul bo'ladi. A poor potato harvest in Europe this summer means that French fries will be up to 3 cm shorter than usual. Demak, Yevropada kartoshkalar o'rimi unchalik yaxshi bo'lmadi bu yozda. Bu narsa anglatadiki, fransuzcha qovurdoqlar, chips deymizmi? O'sha narsalar 3 cm odatdagidan ko'ra kaltaroq bo'lar ekan. Chunki kartoshkaning kichkina hajmda bo'lib qolganda endi. The poor harvest is because of very hot summer Europe had. Demak, Yevropada issiq yoz sababli bu ya'ni o'rim-terim narsa juda yomon bo'libdi. The heat caused a lack of rain. Demak, yomg'ir kamroq bo'libdi shuni hisobiga issiqni. Which means farmers produced a lot fewer potatoes than they normally do. Bu yomg'irning kamligini hisobiga ular juda kam kartoshka ishlab chiqaribdi bu safar. Xo'p, tekstni o'qidik ma'lum bir qism, savolga qarasak ham bo'ladi. According to the passagega ko'ra, why was there a poor potato harvest in Europe? Nimani hisobiga kartoshka o'rim-terimi yomon bo'lganda? Due to degani sababli hammasi. Renamed fries, fryni qaytadan nomlash.
heavy rain degan yomg'ir ko'p bo'lganligi uchun, dangasa fermerlar tomonidan yomon ob-havo sababli. Javobimiz yomon ob-havo. Chunki nimaga? Havo isib ketgan, natijada yog'ingarchilik juda kam bo'lgan. Shuni hisobiga kartoshkalar odatdagiga qaraganda kichikroq bo'lgan. Xo'p, according to the passage, why will the fries be shorter than usual? Nimaga frylar, ya'ni o'sha chipslar odatdagiga qaraganda kaltaroq bo'ladi, kichikroq bo'ladi deyapti. Sababi yetarlicha hosildorlik bo'lmadi, hosildorlik yomon bo'ldi. Light potatoes, light deganda bu yengil degani. Light odatda yengil ma'nosida keladi-da. Shu narsaga e'tibor qaratamiz. Kartoshkalar ko'pligi. Bu yerda kartoshkaning razmeri haqida gap ketmabdi. Yomon hosildorlik bo'lganligi uchun endi hosildorlik yomon degani bu ham kam, tem bo'lib kartoshkalar kichkina razmerda degani. O'shani hisobiga kichikroq bo'ladi. Ko'rasizlar, o'sha kichkina qismidan o'sha ikkita javob chiqdi. Xo'p, keyingi qismni ham o'qib ko'ramiz. Xo'las, aynan shu inson spokesman from a Potato Growers Association bu haligi Belgiyadagi kartoshka o'stiruvchilar assotsiatsiyasidagi bitta nomzod ekanda. Shuni aytishicha, fermerlar grew 25% fewer potatoes than normal. Odatdagidan qaraganda 25% kamroq kartoshka o'stirishdi. Buning oqibati esa deyapti, the effect of this is that potato prices are up. Kartoshka narxlari oshibdi. The average size of potato is smaller. O'rtacha razmeri esa juda kichikroq bo'ladi. Fries are the national dish in Belgium. Masalan, o'sha fries, kartoshka, ya'ni qovurdoqlar deymizmi, chipslar Belgiyaning asosiy milliy taomi. Belgiyaliklar buni, demak, asosiy national dish ekan bu. Belgiyaliklar bu narsani juda yaxshi ko'rar ekan. They renamed them Belgian fries instead of French fries because they say that fries were invented in their country. Belgiyaliklar bu fransuzcha qovurdoqlarni ular belgiyalik qovurdoqlar deb nomlanishibdi, qaytadan nomlashgan ekan. Sababi ularni aytishicha, bu narsalar ularning mamlakatida ixtiro qilingan ekan. Shuni hisobiga biz fransuzcha emas, belgiyacha fries deb nomlaymiz deyishgan ekan. Mr. Lebron explained why fries will be shorter. Aynan shu inson frieslar, ya'ni qovurdoqlar nega kichikroq bo'lishini tushuntirib berdi. Uni aytishicha, generally odatda to have long fries, uzun, ya'ni kartoshkali qovurdoqlar bo'lish uchun we work with potatoes with a diameter of more than 50 mm. Ya'ni biz odatda kartoshkalar bilan diameter 50 millimetr bo'lgan kartoshkalar bilan ishlaymiz. Then you get fries of 8 to 9 cm. Va natijada siz 8 yoki 9 cmlik qovurdoq olishingiz mumkin. Bu safar potatolar juda kichkina va shuni hisobiga frieslar ham kichkina bo'ladi. Demak, odatdagi kartoshka, ya'ni frieslarning razmeri 8-9 cm gacha bo'lar ekan. Sababi 50 mm kartoshkalar bilan ular ishlar ekan. Xo'p, ikkita variant ketdi. Biz yuziga qaraymiz. According to the passage, where do Belgians believe French fries were invented? Belgiyaliklarning ishonishicha, French frieslar qayerda ixtiro qilingan? O'zlarining mamlakatida ixtiro qilinganligi uchun o'zlarining mamlakatlari nomi orqali atashni xohlashdi. Shu sababli javobimiz bu yerda D bo'ladi. 101. All of the following statements are true. Bularning hammasi to'g'ri, faqat bitta xato varianti bor ekan bu yerda. Qaysiligi? Endi ada aytibdi, endi to'g'ri variantni chiqarib olasiz va xatosini topasiz. Fransuzcha qovurdoqlar kaltaroq bo'ladi, chunki because of poor potato harvest. Bu to'g'ri, ya'ni kartoshka o'rim hosili yaxshi bo'lmaganligi uchun kichikroq bo'ladi. Bu to'g'ri, bu variant chiqib ketadi o'yindan. Belgiyadagi insonlar fransuzcha, ya'ni qovurdoqlar degan so'zni afzal ko'radi. Yo'q, afzal ko'rmaydi. Nimaga afzal ko'rmaydi? Nabrot, instead of French fries deyishning o'rniga ular Belgian fries deb nomlashdi-ku. O'zlarining davlatlari nomi orqali atashni afzal ko'rishdi. Shu bois javobimiz bu yerda bu B xato bo'ladi. Qolganini ko'rish ham shart emas. Tak, bitta yozib turamiz. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, bully degan narsa bu zo'ravonlik. For some people, ba'zi bir insonlar uchun it is that girl at school, ya'ni
maktabdagi qiz who always makes fun of them. Ya'ni maktabda qiz odamlarning ustidan kular ekan. Makes fun of degani ustidan kulmoq degani. Ustidan kulmoq. For others, boshqalar uchun esa it's the biggest boy in the neighborhood who is always trying to beat them up or take their things. Zo'ravonlik degan narsa hammaga har xil ekan. Masalan, maktabda bolalarning ustidan kuladigan qiz yoki mahalladagi eng katta bolalarni uradigan yoki narsalarni tortib oladigan shaklda bo'lar ekan endi. Hammaga har xil tarzda bu zo'ravonlik tushunchasi bor ekan. Keyingisi, sometimes bully means, bully degan zo'ravonlik degan so'z anglatadiki, a whole group of youngsters, ya'ni yoshlarning bir jamoasi, gruppasi nazarda tutilar ekan, ganging up on someone else. Ganging up degan boshqalar ustida zulm ko'rsatmoq, bosim o'tkazmoq degani. Bir guruh yoshlar boshqalar, ya'ni boshqa bitta inson ustidan demak zulm o'tkazar ekan. No matter what situation or form it comes in, no matter what degani farqi yo'q. Holat qandayligi, shakli qandayligi qat'iy nazar, there is something in common. O'xshash tomonlari bor bo'ladi. Ya'ni zo'ravonliklarning o'xshash tomonlari bor bo'lar ekan. Bullying can make people feel depressed. Zo'ravonlik degan narsa odamlarni depressiyaga tushirib qo'yar ekan. Azob berar ekan, yolg'izlatib qo'yar ekan. Demak, o'xshash tomonlari shu ekan. Tak, oxirigacha o'qib ko'ramiz. Bullying happens everywhere. Zo'ravonlik hamma joyda sodir bo'ladi, all the time, doim ekan. Ya'ni hamma joyda, faqat bitta joyda emas, deyarli hamma joyda bo'lar ekan. Each yoki and every one of us, har birimiz yoki kamida bittamiz, has a right to feel safe in our lives, good about ourselves. Right degani huquq degani, hammada huquqimiz bor. O'zimizni hayotimizda xavfsiz his qilishimiz uchun huquqimiz bor. Yoki o'zimiz borasida yaxshiroq fikrlash uchun, bir maza qilib yashash uchun, demak, huquqimiz bor deyapti. Right deganda bu yerda qonun, huquq ma'nosida keladi, to'g'ri ma'nosida ham keladi, lekin bu unaqa ma'noda emas lekin bu yerda. There are several types of bullying. Zo'ravonlikning har xil turlari bor ekan. Jismoniy zo'ravonlik, og'izdagi zo'ravonlik, munosabat orqali zo'ravonlik. Demak, mana shu 3 ta holatni tushuntirib beryapti. There are the things that they have in common. Ularning ham o'xshash tomonlari bor ekan shu 3 tani. There are ways one person can make another person feel hurt, afraid, uncomfortable. Plus, qaysi zo'ravonlik bo'lishidan qat'iy nazar bitta inson boshqa insonni, ya'ni azob berish, qo'rqitish yoki noqulay his qildirishga majbur qilar ekan. When these are done, aynan shu ish harakatlar amalga oshirilganda to someone more than once, birdan ortiq, bir martadan ortiq birorta insonga shunaqa zo'ravonlik qilinsa, usually over and over again for a long period of time, odatda ma'lum bir vaqt davomida yana va yana shu narsa bajarilsa, that's bullying. Bu narsa zo'ravonlikka deyilar ekanda. Bir marta emas, bir necha marotaba shu ish harakatlar amalga oshirilsa, demak, keyin zo'ravonlik deb atalar ekan. Power makes people feel like they are better than another person. Kuch degan narsa, ya'ni kuch bu odamlarni boshqalardan yaxshiroq deya his qilishga majbur qilar ekanda. Ya'ni siz kuchli bo'lsangiz, siz boshqalardan o'zingizni zo'r deb hisoblar ekansiz. Then that makes them feel really good about themselves. Shu narsa o'zlari borasida yaxshiroq ekanligini his qildirar ekan. Siz kuchingiz ko'p yoki zo'r bo'lsangiz, demak siz yaxshi ekanligingizni ko'proq his qildirar ekan. Xo'p, tekstni umumiy o'qidik. Endi bir chekkadan savollarga javob berib chiqamiz. What do all the types of bullying have in common? Ya'ni zo'ravonliklarning o'xshash jihatlari qanaqa? Hammasida qandaydir o'xshash jihatlarlik bor dedi. Bu ular qanaqa? Bullying can make another person feel depressed. Ya'ni javobimiz bu yerda 102 miz A javob bo'ladi. Zo'ravonlik degan narsa hammani depressiyaga tushirib qo'yadi. Mana bu yerda aytdi. Depressiyaga tushirib qo'yadi. In common degan o'xshash jihati bor bo'lmoq. Qolgan variant noto'g'ri. According to the passage who is bully? Zo'ravon degan inson kim? Zo'ravon degan inson bu javobimiz bu yerda B bo'ladi. Negaligini tushuntirib ketaman. Anyone who makes others feel uncomfortable repeatedly. Repeatedly degan doimiy ravishda. Mana bu yerda aytdiki, tak
Zo'ravonliklarning 3 xil turi bor deyapti. O'xshash jihati bor. Bitta inson bir boshqa insonni noqulay his qildiradi yoki qo'rqitadi yoki jarohat beradi. Qachonki bu narsa doimiy ravishda amalga oshsa, aynan shu joyda more than once, birdan ortiq yoki doimiy ravishda amalga oshirilsa, keyin bu zo'ravonlik deb ataladi. Ya'ni javobimiz bu yerda repeatedly ga e'tibor qaratamiz. Doimiy ravishda, takroriy ravishda shu narsa amalga oshirilsa, keyin bu insonni biz zo'ravon deb atashimiz mumkin. Endi 104 da tak tepadagi bo'ldi, 104 ga endi. According to passage ga ko'ra quyidagilarning hammasi to'g'ri ekan va bitta xatosi ekan. Biz xatosini topishimiz kerak bo'ladi. Javobimiz bu yerda B javob bo'ladi. Bullying happens only at schools. Bu xato. Nimaga xato? Chunki bu hamma joyda sodir bo'lishi mumkin dedi. Tak, hamma joyda sodir bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni qayerda? Mana. Bullying happens everywhere. Mana shuni alohida bo'rttirib ko'rsatadi. Zo'ravonlik hamma joyda sodir bo'ladi dedi. E'tiborga oling. Faqat maktabda emas, doim hamma joyda, ko'chada. Chunki boshida ham aytdi-ku, maktabdagi qiz yoki mahalladagi bola deb ketdi mana the biggest boy in the neighborhood. Shu yerdan ham o'z javob noto'g'riligini bilsak ham bo'ladi-da. Boshida mahallada ham bolalar zo'ravonlik qilishi mumkin degan ma'noda. Bu faqat maktabda sodir bo'ladi deyapti. O'shaning uchun xato. Qolgan variantlarni ko'rmayapman sal tezlashtirish uchun. Why would anyone want to bully someone else? Nega bitta inson boshqa insonga zo'ravonlik qilishni xohlaydi? Tajovuzkor bo'lishni xohlaydi deyapti. Endi A da ganging up on someone is boring. Boshqalar ustida zo'ravonlik qilish bu zerikarli. Bu xato, naborot. Tuda bo'lib, ya'ni teenagerlar bir tuda bo'lib shunaqa ganging up qiladi-ku mana bu yerda. Tak, keyingisi, people feel safe in their lives. Odamlar o'zlarining hayotida o'zini xavfsiz his qiladi. G'alati-ku, to'g'rimi? Kimdir boshqa odamga zo'ravonlik qilsa, o'zini xavfsiz his qilish uchun emas bu. Ya'ni kuch degan narsa ularni superior degani bu kuchli ekanligi, superior, zo'r ekanligini his qildiradi. Mana oxirida aytdiki, power degan narsa odamlarni alohida rang qilamiz. Power degan narsa odamlarni o'zini boshqalardan yaxshiroq ekanligini his qildiradi va o'zlari borasida zo'r ekanligini his qildiradi. Men zo'rman degan ma'noda va boshqalardan zo'rman degan fikrni keltirib chiqaradi deyapti. Bullying is in repeated action. Repeated action emas deyapti. Naborot bu noto'g'ri. Doimiy ravishda qilinadi dedi mana. Anyone who makes others feel uncomfortable repeatedly. Doimiy ravishda. More than once yoki over and over doimiy ravishda bo'ladi. Ya'ni ko'proq. Doimiy deganda bir umr emas, endi bir ma'lum bir vaqt davomida takroriy ish harakati. Bitta isn borligi uchun xato. Agar mana shu yerda is bo'lganda edi, bu to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Qisman to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Chunki doimiy ravishda takrorlanadigan ish harakat bo'lyapti. Javob o'shaning uchun C, ya'ni oxirgi qismida olamiz mana shu 105 ni. Bu bugungi darsimiz ham shu yerda nihoyasiga yetdi.